Hammaga assalomu alaykum. Bugun global savollardan bittasi. Bu patent qanday случайларда annulирован bo'ladi? То есть kuyadi. Patentni bir kun o'tkazib to'lasam ham ishlashda davom etadimi? Agar patent kuygandan keyin 3 oy O'zbekistonda turib qaytib kelsam bo'ladimi? Xo'p, shunaqangi juda ham ko'p savollar kelib tushdi kechagi videomdan keyin. Личный сообщениямga va telefon orqali menga ham juda ko'p savollar kelib tushmoqda. Qanday asoslarda patent kuyishi mumkin? Keling, buni har bir nimasini ko'rib chiqamiz. Hozirgi vaqtda eng birinchi global patent kuyishining sababi bu 1-yanvar 2023-yildan chiqarilgan zakon bo'yicha har bir iностранцы, har bir chet el fuqarosi, то есть O'zbekiston, O'zbekiston, Moldova, Tojikiston, Ozarbayjon, Gruziya, yana qanaqa davlatlarimiz bor? Mana shu patent oladigan davlatlarimiz, patent oluvchi davlatlarimiz bor, patentsiz ishlaydigan davlatlarimiz bor. Patentsiz ishlaydigan davlatlarimiz bu Kirgiziya, Armeniya, keyin Qozog'iston. Mana shu 3 ta davlat. Endi patent nima asosda kuyishi mumkin? 1-yanvar 2023-yildan boshlab Rossiyada yangi zakon chiqarilgan. Kimki patent asosida ishlasa, patent olgan kundan boshlab patentning orqa sanasidagi data vodichi, to есть sizning patentingiz deylik 15-yanvar 2026-yilda chiqdi. Misol uchun, o'sha sana bo'yicha siz nima qilishingiz mumkin? Nima deydi? 15-yanvardan hisoblashingiz kerak. 15-yanvar 2026-yildan hisoblaymiz. Sizga 15-mart 2026-yilgacha srok beriladi. 15-fevral 1 oy, 15-mart 2 oy. То есть kalendarniy, summarniy oy. 60 kun vaqt beriladi. 60 kun. Endi agar o'sha vaqt ichida iностранцы ishga joylashib, ko'p iностранцы, ko'p chet el fuqarolar shuni adashtiradiki, работодатель tomonidan, ish beruvchi tomonidan yuborilgan уведомленияni уведомление topshirildi, menda hammasi все порядке, все нормально deb adashadi va bilmagan holatda o'zining patenti kuyganini va RKL, reyestr kontrolyer muxlisga tushib qolganini biladi. Do'stlar, biz shuni tushunishimiz kerak. Har bir работодатель обязан уведомить МВД, то есть MVDga har bir иностранцini ishga olgani haqida уведомление yuborishga majbur. Bu oldindan bo'lib kelgan narsa edi. 2023-yil 1-yanvardan boshlab иностранцы ham endi majbur ishga kirgani haqidagi уведомление yuborish uchun. Bu уведомленияni yuborish sposobi eng oson yo'li bu через portal Gosuslug. Siz трудовой договорingizni skaner qilasiz va o'sha yerda yozasiz Max degan joyiga. Уведомление о трудовой деятельности иностранных граждан. O'sha yerga yozganingizda sizga nachat boshlanadi. O'sha yerni bosib va o'sha и так далее sizdan nima dokumentlar kerakligi so'raladi va o'shani bosib ketaverasiz. Agar siz o'sha уведомленияni topshirmasangiz, 2 oydan so'ng data vodichidan boshlanib sizning patentingiz
kuydiriladi, annelerobin bo'ladi. Va siz o'sha annelerobin bo'lgan kundan boshlab 1 yil ichida, mana shu 1 yil, misol uchun deylik, 1-aprel 2026-yilda patentingiz kuygan bo'lsa, siz 1-aprel 2027-yiligacha patent ola olmaysiz. Xod siz 3 oy O'zbekistonda ili o'zingizning davlatingizda ili boshqa davlatda turib keling, sizga patent berilmaydi. Bu sistemada hammasi saqlanib turadi. Вот. Endi keyingi prichinalar patentning kuyishiga. Bu 2 va undan ortiq shtraflar, любой shtraflar. Sizning 3 ta yoki 2 tadan ortiq shtrafingiz bo'ldimi, patentingiz qachonlardir avtomatik annelerobin bo'ladi. 3-chi sposob kuydirilishining sababi, 3-chi prichinasi. Bu patentni kunma-kun to'lanishi. Misol uchun deylik, patentingizni orqa tomoniga 16-yanvar 2026-yilda patentingiz chiqqan. Siz buni Saxar va migratsion sentrlarda ham buni katta qilib yozib qo'ygan. Bunga e'tibor berishmaydi, afsuski. O'shanda aytganki, пожалуйста, оплачивайте патент заранее, за 3-4 dня. Bu degani nima demoqchi? Iltimos patentingizni 3 kun, 4 kun oldin to'lang. Chunki nima uchun? Bankning ba'zida zboy bo'lib qolishi, pulning o'tmay qolishi, bu обычно bizni kartadan kartaga pul o'tkazishimizda yoki O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa davlatlarga pul perevod qilayotganimizda ham bu bizda bo'lib turadi. Buni hamma biladi. O'shanda patent ning o'sha vaqtigacha, o'sha data vdchisigacha yetib bora olmasligi mumkin. Ko'pchilik patentning data vdchi chiqqan kunida to'laydi. Bu xato narsa. Lekin aslida chiqqan kuni to'lash kerak. No, ba'zi bankovskiy obslužиваниялар yoki bankda pullarning qolib ketganligi sababli patentning shotiga pul yetib bormasligi mumkin vaqtida. O'shaning uchun patent kuyib qoladi. Поэтому shuning uchun patentingizni doim 3 kun, 4 kun oldin to'lab yurishni maslahat beraman. Даже 1 hafta oldin, неважно. Самое главное, o'sha data vdchigacha bo'lgan vaqtdan 3 kun oldin хотя бы to'lab qo'yishingiz kerak. Agar patentingiz даже 1 kun ham kechikib to'ladingizmi, u keyingisi дальше davom etmaydi. U patent уже прекращает действие. Patent уже bo'ldi, всё, kuyadi. 2 oydan keyin patentingiz annelerobin statusiga o'tadi. Siz dальше to'lashda davom etsangiz ham patentingizning сроки продлен bo'lmaydi. O'shaning uchun agar patentingizni 1 kun kechiktirib to'ladingizmi, granitsaga kirdi-chiqdi qilib yoki o'zingizni davlatingizga kirdi-chiqdi qilib, yangi patent olishga заявление berishingiz mumkin. Agar annelerobin statusiga o'tgandan keyin yana bir bor qaytarib o'taman, 1 yil ichida siz patent ola olmaysiz. Agar siz patentingiz kuygan holatda Rossiyada yurishda davom etsangiz, siz Rossiyada zakonniy narушитель hisoblanasiz va sizni sistema hisoblaydi qanchada qolganingizni. Chiqib ketayotganingizda buni ko'pincha hozir praktikamda ko'raman. Ko'pincha odamlarda 5 yilga, 10 yilga, 8 yil, 8 yillik zapretlarni ham ko'rdik. Har xil so'roqlarga zapret qo'yib yuboryapti. Так что ba'zilarniki qo'ymayapti, ba'zilar to'g'ri kirib kelyapti. Bu endi omadga bog'liq va o'sha sizning ma'lumotlaringiz kimning qo'liga tushib qolishiga bog'liq.